Sakkiz qavatli elitni g'ishtli lifli domning 7-qavatdan umumiy maydon 90 metr kvadratni o'z ichiga joylagan ikki tomonlama proyektdagi 4 xonali xonadonimizni batafsil ko'rib chiqamiz. Asosiy kiraverish qismidan prixojlari qilingan holatda koridor qismimiz kutib oladi. Proyekt bo'yicha bolalar yotoqxonasi. Devorlarimiz mo'ysha bo'ylarda ishlov berilgan, derazalarimiz 2 qavatli akfa plazrumlardan turist radiatorlarimiz o'rnatilgan, pardalarimiz, qandillarimiz mavjud holatda. Asosiy mehmonxona qismimiz 8 qavatli elitni lifli domning 7-qavatda joylashgan ushbu 4 xonali xonadonimiz to'liq foydalanishga topshirilgan. Kadastr hujjatlarimiz tayyor holatda, ko'rib turgan barcha jihozlaringiz qoladi. Maktab, bog'cha, hamma narsa dostupni joyga joylashgan. Manzilimiz Kriti savdo majmuasi yon tomoni. Topovoy lokatsiya, ikkinchi bolalar yotoqxonasi. Proyektimiz 4 xonali uchun idealni. Kattalar yotoqxonasi. Ichki eshiklarimiz zakaznoy MDF. Ushbu xonadonimizda ikkita konditsioner mavjud holatda. Uy bekalari orzusidagi kuxnya qismimiz gazli plita, vытяжка, moyka, stiralniy mashinka, холодильник, stol, stul mavjud. Proyekt bo'yicha alohida bo'lgan yuvinish xonalari pastdan tepagacha to'liq kafil qilingan holatda. Hamda ariston mavjud. 67.900 ga baholanayotgan ushbu 4 xonali xonadonimizning batafsil ma'lumoti sizlarga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, pastki raqamlarga yoki Drujba ko'chmas mulk agentligi tashrif buyurishingizni kutib qolamiz.